Farg'ona viloyatida voleybol sporti kun sayin ommalashib bormoqda. Ayniqsa, bu jarayonda prezidentimiz tashabbusi bilan faoliyati yo'lga qo'yilgan xususiy sport klublari munosib hissalarini qo'shishmoqda. E'tiborlisi, Farg'ona viloyatining Uchko'prik tumanidagi sport klubida O'zbekiston chempionlari va xalqaro musobaqalar g'oliblarining yeshib chiqayotgani hozirda ko'pchilikning havasini keltirmoqda. Bugungi kunda yurtimizning boshqa hududlari qatori Farg'ona viloyatida ham sportning voleybol turi yoshlar orasida katta qiziqish uyg'otib kelayotgan yo'nalishlarning biriga aylandi. Davlatimiz rahbarining voleybol sport turlarini yanada rivojlantirish chora-tadbirlari to'g'risidagi qarori bo'yicha amalga oshirilayotgan samarali ishlar hozirda qishloq hududlaridan ham chempionlarni kashf etmoqda. Mana bir necha yildirki Uchko'prik tumanida faoliyat ko'rsatayotgan Ahmad sport klubi iqtidorli voleybol-chilarni tarbiyalashda yetakchilik qilib kelayotgan tarbiya maskanlarining biriga aylandi. Sport klubining Tomaris jamoasi qizlari har yil respublika musobaqalari va xalqaro turnirlarda munosib qatnashib, yaxshi natijalarni qayd etishmoqda. 400 dan ortiq sportchilar bizda muntazam sport bilan shug'ullanib kelmoqda. Bu yil omadli keldi. O'zbekiston chempioni, Osiyo chempioni, jahon chempionlari yetishib chiqdi. E'tiborlisi, mahalla qizlari o'rtasida o'tkazilayotgan 5 tashabbus olimpiadasi musobaqalarida faol qatnashib, yaxshi natijalarni qayd etgan voleybolchilar hozirda sport klubida professional tarzda mashg'ulotlarni olib borishmoqda. Bu esa tez orada ular orasidan ham iqtidorli voleybolchilarni kashf etish imkonini bermoqda. Bir so'z bilan aytganda, jamoaviy sport turlarini rivojlantirish borasida amalga oshirilayotgan samarali ishlar kelgusida viloyat yoshlari orasidan xalqaro musobaqalar g'oliblarini chiqarishga munosib xizmat qiladi.